Assalomu alaykum, internet tarmog'ida kuzatib borayotgan hamyurtlar, xudo xohlasa yana bir xonadonimizning tunikafon ishlarini yakunladik. Bu xonadonimiz o'zimizni Andijon viloyati Shaytepa degan joyda xudo xohlasa yakunlab tugatib uy egasiga topshirdik. Albatta yoqsa layklarni maqlab qo'yasizlar. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilinaveradi. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab nomerlarimizni pastda qoldiramiz. Layklarni maqlab qo'yasizlar. Men qisqacha chiroyli qilib tushuntirishga harakat qilaman. Xo'sh, aziz vatandoshlar, bu xonadonimizning tashqari shapka tomoni chiroyli bo'lib, mana arkalarni ham o'ta ham go'zal holatda qilib, xudo xolasa keltirib berganmiz. Bu xonadonimizga 04 qalinlikdagi Toshkentimiz tunikalarimizdan foydalandik. Xo'sh, oldi qoshlarni hamda 90 gradusli tunikamizni hamda orqa karnizini oq qilib berganmiz, faqat kamar qismlarini mokri qilib berganmiz. Ichkari shapka, tashqari shapkasini. Xo'sh, bu xonadonimizni tashqari shapkasi polni boshidan oxirigacha alkafon bo'lgan edi. Biz esa bu alkafonlarini hammasini buzib tashladik. Egasi bo'lmaydi, yoqmayapti menga degandi, mana buzib tashladik. Lekin tunika ham xudo xolasa alkafon ham chirimasa kerak. Xo'sh, tunikamizni qaydadir videosini ko'rdik. Mayerida jinni nima bo'lgan ekan, oshiq qo'ygan evaziga chirib ketadi. Temirga temir yondasa hamda u zang bo'lib yomg'irdami biron yerda qolib ketgan, ashuni evaziga. Bu tunikalarimizga faqat bolgarkani tekkizmasa, hamda mana uydan chiqqan mo'rini, tutuni tikka olib borib qo'ymasa, bu tunikalar hech qachon chirimaydi, ancha munchaga. Bemalol artib, tozalab ishlataverasizlar bu tunikani. Faqat 1-2-3 yilda bir mehr erib artib tozalab turish kerak. Tushgan yomg'iri yoki mo'tarnoda tushgan shirasi ma'lum miqdorda u peshanaga tushadi, ashunisini zanglaydi deb tushunadi odamlar. Bu zanglamaydi. Artib tozalab turinglar, hech nima bo'lmaydi. Xo'sh, bu xonadonimizning ichkari robotxonasi bo'ladi. Faqat oppoq fasonda bo'ldi. Bu ham 04 qalinlikdagi Toshkentimiz. Ichkari robotxonasini faqat oqdan foydalandik. Mana ichkari shapkasiga 29,5 metr uloqsiz tarnovlarini qo'yib berganmiz. Ichki burchagida bir dona uloq bo'ladi. Qolgan hamma yog'i boshidan oxirigacha butun bo'ladi. Yoki tashqi burchagida bo'lishi mumkin. Mana ichkari ham xuddi shunday 90 graduslik hamda qoshli fason, orqasini chiroyli qilib karnizlarni joylab berdik. Xo'sh, bu xonadonimizga 141 kvadratdan ziyodroq tunika rasxod qildik. Xo'sh, hamda 29,5 metr tarnovlarni o'rnatib berdik. Bu xonadonimizga ofshi 20 million 400 mingdan ziyodroq pul ketdi. Bu shapkanimizning enlari 1.30 mikin, 1,5 metr shunaqa bo'lishi kerak. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilinaveradi. Nomerlarimiz doimgidek pastda qoladi. Xizmatimiz vodiy bo'ylab aziz vatandoshlar.